Raddom sumka yig'ib sovg'a egasi siz bo'lishingiz mumkin. Shunchaki raddom sumkangizni Fogi'da yig'ing. Fogi'da 3 ta turdagi tayyor sumkalar mavjud. Mini, Pro, Max. Hozir esa Max raddom sumka ichida nimalar bor ekanini ko'rsatamiz. Narxi esa video oxirida. Kuz mavsumiga ham mos keladigan bu raddom sumkada HB va paxmoq 6 tasi bitta va 4 tasi bitta to'plamlar mavjud. Mavsumga mos bo'lgan paxmoq yuqori sifatli plyonkalar. Chaqaloq uchun ko'p martali plyonkali plyonka. Chaqaloq nozik terisiga mos keladigan buyumxona, prisivka, podguznik krem, sovun, suyuq sovun va termometr ham bor. Ona va bola uchun ishlatishga 2 xil turdagi nam salfetkalar. Chaqaloq kiyimlarini yuvish uchun Yokosan brendidan maxsus gel. Chaqaloq uchun HB bo'lgan 5 tasi bitta paypoqchalar Karamel brendidan salfetkalar to'plami va qo'lqopchalar. Ona qulayligini o'ylab ro'tzalga va boladaga alohida oyoq kiyimlar. Dvoyka variantidagi pijama va qulay ichki kiyim. Chaqaloq uchun Jonis brendidan kindik tarafi ochiq bo'lgan taglik. Ona uchun gigiyenik vositalardan prokladka, poslerodovый trusik, vkладыш va bir martalik plyonka. Aytgancha Max raddom sumkada Vipska uchun Turkiya brendlaridan 5 tasi bitta to'plam va yuqori sifatli konvert ham mavjud. Max raddom sumkadagi 30 bitta narsani bitta joyga jamlash uchun 3 tasi bitta yuqori sifatli sumka. Shuncha narsani o'zida jamlangan Max raddom sumkaning umumiy narxi 1.630.900 so'm bo'ldi. Sizga qaysi turdagi raddom sumka yoqdi? Mini, Pro, Max, Mini raddom sumkani ko'rish uchun kommentariyalarga Mini so'zini yozib qoldiring. Raddom sumka yig'ish Fogi bilan yana ham qulay.